Bismillahirrohmanirrohim. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizning buyuk vatandoshimiz, muhaddislarning sultoni, dunyodagi Qur'oni Karimdan keyingi eng ishonchli kitob sohibi. Demak, Imom Buxoriyni biz mana shu jihatlari bilan taniymiz va dunyoga mana shu jihatlari bilan tanilganlar. Bu kishi Buxoro shahrida 194-hijriy sananing 13-Shavvol kuni milodiy hisob bilan 810-yil 20-iyulda tavallud topadilar. Bu kishini to'liq ismlari Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn al-Mughira ibn Bardazba al-Ju'fi al-Buxoriy. Bu kishini otalari Ismoil ham olim zot bo'lganlar, muhaddislardan bo'lganlar. O'z davrini katta ulamolaridan hadis rivoyat qilganlar. Jumladan Maliki mazhabi sohibi Malik ibn Anasdan rivoyat qilganlar. Abdulloh ibn Muborakni bevosita ko'rganlar. Bir paytning o'zida u kishi davlatmand kishi bo'lganlar, tijorat bilan shug'ullanganlar va u kishidan farzandlariga katta bir meros qolgan. Muhammad ibn Ismoil Buxoriy hazratlari bolalik vaqtlaridan otadan yetim qoladilar va onalarining qo'lida tarbiya topadilar. O'zlari shunday hikoya qiladilar. Bolalik vaqtlarida Qur'oni Karimni to'liq yodlab maktabga chiqadilar. 10 yoshlarigacha maktabda ta'lim olib, 10 yoshdan keyin o'sha shahardagi ulamolarga dars olish uchun qatnay boshlaydilar. Hattoki 11 yoshlarida 70 ming hadisni yodlab bilgan ekanlar. Imom Buxoriy hazratlari juda ham bir zakovatlik, juda ham bir hifzlari o'tkir zot bo'lganlar. Kitobni agar ochib bir varag'ini shunday ko'rsalar, bir o'qishni o'zida uni yod olardilar. Alloh taolo bu kishiga shunaqa bir iqtidor bergan edi. Muhammad ibn Salom al-Poykandi bu kishining ustozlaridan. Bu kishining hifzlariga qoyil qolib aytadilarki, bir kuni oldilariga yana bir olim kelgan vaqtida aytadilar: "Biroz kech qoldingda, agar hozir vaqtliroq kelganingda Allohning bir mo'jizasini ko'rarding." Nima ekan? Bir bola 70 ming hadisni isnodlari bilan yoddan biladi dedilar. Shunda haligi zot orqasidan chiqib Imom Buxoriyni borib yetib olib, "Sanmisan? 70 mingta hadisni yodlagan" desa, "Men nafaqat 70 mingta hadisni, balki o'sha hadisning roviylarini-yu, ularning tarixlarini-yu, ularning tavalludlarigacha, madfanlarigacha bilaman" deb aytadilar. Mana shu darajada bu kishiga Alloh taolo katta bir quvvat hofiza bergan edi. Bu kishi 16 yoshga yetgan vaqtlarida onalari va akalari Ahmad bilan birgalikda haj safariga chiqadilar. Haj ibodatlarini ado etib bo'lgandan keyin onalari bilan akalari Ahmad vatanga qaytadilar. Imom Buxoriy esa muhaddislar bilan uchrashib ilm olish uchun Makka da qoladilar. Bir muddat Makka da turgandan so'ng keyin Madina Munawvaraga payg'ambar alayhisolatu vassalomni shaharlarga borib, u yerda ilm o'rganadilar. O'zlari aytadilar: payg'ambar alayhisolatu vassalomni ravzalarida turib, to'lin oy kechalarida At-Tarixul Kabir kitobini yozdim. Ya'ni sahobalar, tobiinlar haqida kitob yozdim. O'sha vaqtda 18 yoshda edim dedilar. Qarang, shunchalik ilm, hadis ilmi borasida juda ham muhim manba sanalmish hadisning roviylari bo'lgan sahobai tobiinlarni butun tarixiga bag'ishlangan kitobni 18 yoshlik vaqtlarida bitdilar. Imom Buxoriy 46 yil davomida ilm safarida bo'ldilar. Bu safarlari davomida Bag'dodda, Basrada, Kufada, Shomda
Misrda va bularning orasidagi barcha ilm ahli bo'lgan shaharlarni kezib chiqdilar. Hatto aytadilarki, Yamanga ham u yerda Muhammad ibn Salom As-San'ani degan bir zot bor. Unda hadis bor deb shu hadisni olish uchun Yamanga otlangan vaqtlarida o'sha davrdagi bir olimdan eshitadilarki, u San'ani vafot etdi dedilar. Ana shu vafot etdi degan xabari tufayli Yamanga bormaydilar. Bu zot ilmiy hayotlari davomida o'nlab kitoblarni tasnif qildilar. Afsuski bu kitoblarni bir qanchasi bizgacha yetib kelmagan. Mana shu kitoblardan eng mashhuri Sahihul Buxoriy. Payg'ambar alayhisolatu vassalomni eng sahih hadislarini 7593 ta hadisni shu kitobda jamlaganlar. O'zlari aytadilar, men bu kitobni 600 ming hadis ichidan tanlab oldim deydilar. Qarang, 600 ming hadisni yoddan bilganlar. Yana aytadilar, men 100 mingta sahih hadis, 200 mingta zaif hadisni bilaman degan gaplari bor. Mana shu Sahihul Buxoriyni 16 yilda tasnif qildilar. Ya'ni 16 yil davomida mana shu hadislarning sahihligini tekshirib, aniqlab kitobga joyladilar. Aytadilarki, har bir bobini yozayotganimda 2 rakat namoz o'qirdim deydilar. Ya'ni Allohga iltijo qilib, shu qilayotgan ishlarini, ya'ni sahih haqiqatdan to'g'ri bo'lishligini va Allohning huzurida ham, xalqning huzurida ham maqbul bo'lishligini so'rab 2 rakatdan namoz o'qib, boblarini yozar ekanlar. Imom Buxoriyning xulqiy jihatlari, taqvolari, ibodatga bo'lgan istaklarining yuqori ekanligi tarix kitoblarida bayon qilingan. Bu kishi juda ham bir o'zlari sarmoyador, boy, hech kimga muhtoj bo'lmagan, aksincha ko'pchilikka xayr ihson, ayniqsa muhtoj talabalarga qiladigan ihsonlari ko'p bo'lishiga qaramasdan o'zlari juda ham kam tomoq ekanlar. Hatto ba'zi bir kunlar umuman taom yemas ekanlar. Bu kishining eng yaqin shogirdlari, yonlarida doim hamroh bo'lgan Abu Hatim Al-Warroq Al-Buxoriy bu kishi haqida siyratlarini yozganlar. Shunda ko'p Imom Buxoriy haqidagi shaxsiy hayotlaridagi voqealarni zikr qiladilar. Bir kuni bemor bo'lib qoldilar. Doktorlar kelib bu kishini tashxis qilishdi. O'sha vaqtda shu doktorlar kasalni aniqlash uchun bemorni burnidan, og'zidan so'lagini olib tekshirar ekan. Hozirgi kunda qon tahlili olingandek, ilgari buni o'sha so'lagidan olishar ekan. Tahlil shuni ko'rsatdiki, bu odam go'sht yemas ekan dedi. Shunda Imom Buxoriy tasdiqlab, ha, men 40 yildan beri go'sht yemayman dedilar. Kasalni davosi nima deganda go'sht yesin. Faqat go'sht yesagina bu kasal ortda qolishi mumkin. Shunda atroflaridagi o'sha katta-katta ulamolar iltimos qilgan ekan. O'zingizga qarang, yaxshi tanovul qiling deganda, "Ha, bo'pti, men bundan keyin umrim oxirigacha kunda bitta qand bilan bir burda non yeyman" degan ekanlar. Ya'ni bu deganlari odatiy yeganlardan go'yoki bu ko'proq ekanligini aytmoqchilar. Shu darajada shunaqa bir kam tomoq bo'lgan ekanlar. Juda ham o'zlari jussalari kichkina, ozg'in, lekin g'ayratlik kishi bo'lganlar. Bu zot aytganimizdek otalardan ko'p meros qolgan edi, mablag'. O'sha mablag'larni tijoratchilarga vakil qilib, o'shalarni qo'liga topshirgan edilar tijorat qilish uchun. O'zlari biror marta bir tijorat bilan shug'ullanmaganlar. Hatto aytadilarki, men biror marta bozorga chiqib, o'zim uchun kerak ozuqani ham oldi sotisi bilan shug'ullanmaganman. Nimaga bunday qilmagansiz? Vaqtingiz yetmaganmi? Yoki bo'lmasam ilmni qizg'anganmisiz deganda, yo'q. Bozorga borib odamlar bilan oldi berdi qilib, o'sha yerda balki bir nojo'ya gaplarni gapirib, tarozudan yoki o'lchovdan qanday bir xatolarga urib qo'yishlikdan o'zim ehtiyot qilardim deydilar. Shu darajada parhezkor, shu darajada birovni haqidan qo'rqadigan kishi bo'lganlar. Abu Hatim Al-Warroq aytadilarki, vaqti bilan
kamondan o'q uzib merganlik bilan shug'ullanib turishar ekan. Bir kuni chiqib Muhammad ibn Ismoil kamondan o'q otgan edilar, u borib o'sha joydagi ko'prikni bir ponasiga borib sanchildida va o'sha ponani yorib yubordi. Haligini ko'rdilarda Imom Buxoriy shu yerda borib o'qlarini sug'urib oldilar, qarasalar ko'prik o'sha ponasi, muhim ushlab turuvchi ponasi yorilgan, ya'ni unga bir zarar yetgan. Shu yerda musobaqani to'xtatdilarda qaytib uylariga ketdilar. Uyga borgandan keyin aytadilar, Abu Hotimga aytdilar, "Senga bir ish bor. Bajarasanmi?" "Ha, bor, ish bor." "Nima ish edi?" "Haligi joyda boyagi ponani biz yorib qo'ydik. Ya'ni o'sha odamni bir ishiga zarar yetkazib qo'ydik. Borasan-da shu odamdan so'raysan. Biz sizni ponangizni almashtirib beraylik yoki bo'lmasam pulingizni to'laylik." Muhammad ibn Ismoil shunday iltimos qildilar. Shunda haligi odam Imom Buxoriyni taniganligi uchun, "Men nafaqat bu pona uchun, balki agar so'rasalar men bor narsamni Imom Buxoriyga bag'ishlayman. Borib ayting, men hech qanday bu kishiga da'voyim yo'q, bunga hech xijolatga o'rin yo'q." Kelib xabar bergandan keyin xotirjam bo'lib, xursand bo'ldilar, lekin shuni o'zi bilan kifoyalanmasdan, balki o'sha odamni rozi bo'lganligi uchun 300 dirhamni olib chiqib talabalariga sadaqa qilib yubordilar deydi. Ya'ni shu darajada bu kishi saxovatli ekanlar. O'zlarini bir botmon yerlari bo'lar ekan, uni bir odamga, dehqonga kiraga bergan ekanlar. Bir yilda 700 dirham haligi odam bundan foyda keltirar ekan. Ora-chora shu ekkan bodringidan bitta yoki ikkitasini olib kelib Imom Buxoriyga berar ekan. Imom Buxoriy bodringni yaxshi ko'rar ekanlar. Hattoki tarvuzdan ham avloroq ko'rar ekanlar. Haligi olib kelganda xursand bo'lib yer ekanlarda unga 100 dirham berar ekanlar. O'zi bitta bergan narsasi bodring, lekin bergan narsasidan 100 barobar, balki undan ko'p saxovat qilar ekanlar. Mana shunaqa bir saxovatli, qo'li ochiq inson bo'lganlar. Ibodatda, namozda agar bir namozga kirishsalar juda ham bir xushu bilan uzoq qoyim bo'lib namoz o'qir ekanlar. Bir kun bir boy odam o'zini bog'iga mehmondorchilik uchun chaqirdi. O'sha yerda mehmondorchilik bo'ldi. Bir qancha ahli ilm ulamolar davrasida peshin vaqti bo'ldi. Turib jamoat bo'lib peshin namozini o'qishdi. Namozdan keyin Imom Buxoriy yana nafl namoz o'qimoqchi bo'lib turdilar. Lekin namozlari juda ham cho'zilib ketdi. Uzoq vaqt turdilar. Namozni tugatib bo'lgandan keyin etaklarini ko'tardilarda Abu Hatim al-Varraq aytdilarki, "Men bu etagimning tegini qara, nima bor ekan?" Etaklarining tegini olib qarasam, bir ari bu kishini chaqqan ekan. Namoz vaqtida 16 ta yoki 17 ta joylardan chaqib ishirib yuborgan ekan. O'shangacha bu kishi qiyomda namozda turib sabr qilgan ekanlarda, namozdan keyin shuni nima ekanligini ko'rgin deb qaragan ekanlar. Haligi holatni ko'rib achingan bu yoqdagi ulamolar, namoz nafl edi. O'sha chaqqanda namozni buzsangiz bo'lardi-ku deganda, "Yo'q, men bir surani boshlagan edim. O'sha surani oxiriga yetkazib qo'yay deb namozimni oxiriga yetkazdim" dedilar. Rivoyat qilishadiki, Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bir kunda bir marta xatm qilar ekanlar 30 porani va tungi namozda yana 10 pora o'qib qo'yar ekanlar. Shunda 3 kunda 4 marta xatm bo'lar. Bu kundalik u kishining odatlari ekan, virdlari ekan. Endi Ramazon oyida esa hattoki 60 martagacha xatm qilardilar deb aytishadi. Ya'ni shu darajada u kishi butun o'zlarini Qur'onga bag'ishlagan edilar. Qarang, ham Qur'on, ham uzun qiyom bilan ibodat va shuncha ilm va shuncha kitob. Bu kishini o'z davrida 1000 dan ortiq ustozlari bo'ldi. O'zlari aytadilar, "Men 1080 ta ustozdan hadis eshitganman. Hammalari ahli ilm, hadis egalaridir. Bir kuni Balxga borsalar, u yerdagi odamlar to'planib, bizga hadis aytib bering. O'zingiz shayxlaringizdan eshitgan hadislardan aytib bering." Shunda men o'zim shayxlarimdan eshitgan hadisdan bitta aytuvdim, 1000 ta bo'ldi hadis dedilar.
Qarang, 1000 ta odamdan, 1000 ta shayxdan eshitgan hadislardan bittadan aytganda 1000 ta bo'ldi deb aytadilar. U paytda shunaqa odamlar hadis eshitishga juda ham bir mushtoq ekan. Ayniqsa Buxoriyni eshitsa, mana Naysobur degan joyga bordilar. U yerda ko'p vaqt turganlar. Buxoriy kelyapti deb oldindan xabar qilishar ekan, minglab odamlar u kishini kutib olgani chiqishar ekan. Bir martani o'zida Imom Buxoriydan sahihlarni 90 ming odamgacha eshitgan ekan. Ya'ni 90 ming odam atroflarida o'tirib, u kishini aytayotgan hadislarni og'izdan og'izga halik muballig'lar yetkazib, 90 mingtagacha odamlar bir paytda bu kishidan hadis eshitgan ekan. Hatto o'zlarining ustozlari bu kishini maqtaganda aytadiki, biz gohida Imom Buxoriyga o'zimizni yozgan kitoblarimizni berib, mana buni ko'ringda, xatolarini to'g'rilab bering dedi. To'g'rilab berar ekanlar. Ustozlari poykandek aytadilar. O'zlarini yozgan hadislarini, kitoblarini yozib turib, o'sha hadis sahih bo'lsa, bu hadisni bola to'g'ri degan. Agar biror hadis zaif bo'lsa, bu hadisni bola zaif degan. Shunda shunaqa deb yozib qo'yar ekanlar. Boshqa o'qigan odamlar, bu bola deganingiz kim desa, kim bo'lardi? Muhammad ibn Ismoilda. Ya'ni o'sha to'g'ri desa sahih desa sahih, zaif desa zaif deb ustozlari o'zlarini kitoblariga yozgan hadislarni to'g'rilab qo'yar ekanlar. Bu kishini demak shu darajada hofizalariga hech qanday shubha yo'q ekan. Chunki buni hattoki bir imtihon ham qilishgan. Bag'dodga borgan vaqtlarida u yerdagi olimlar ham bo'lib, turli yurtdan kelgan odamlar. Balki bir-birlarini tanimagan odamlar. Shularning orasida gap bo'ldiki, Imom Buxoriyga yetadigani yo'q. Shunda qani bo'lmasam bir imtihon qilamiz deb Imom Buxoriyning xabarlari yo'q. Ular 100 ta hadisni olishdi. 100 ta hadisni 10 ta odamga taqsimlab berishdi. Va u hadislarni isnodlarini almashtirib qo'yishdi. 100 ta hadisnikini birinikini bunga, bunisini bunga qilib, bitta odamga 10 tadan hadisni isnodini chalkashtirgan holatda aytishdi-da, kelgandan keyin shuni aytasizlar. Qani Buxoriy biladimi yo'qmi? Imom Buxoriy keldilar, minglab odamlar turishibdi. Bir chekkadan boshladi. Bir odam aytdiki, falonchidan rivoyat qilinadi, Rasululloh mana bunday dedilar, hadis aytdi. Imom Buxoriy, men buni hadisni bilmayman dedilar. Keyingi hadisni aytdi, xuddi shunday falonchidan rivoyat qilinadi, Rasululloh bunday dedilar. Bu hadisni ham bilmayman. 3-hadis, 4-hadis, 10 ta hadisni aytdi haligi bir odam. Atrofda turgan, boyaga bu ishni tashkil qilgan odamlar bildiki, Buxoriy tushunyapti. Haqiqatdan bu hadislar o'zi asli chalkashtirilgan bunday hadislarni bilyapti. Lekin bu ishdan bexabar bo'lgan odamlar Buxoriyni juda zo'r deydi, hamma narsani bilar deydi. 10 ta hadisdan birortasini ham bilmadi-ku degan fikrlar paydo bo'ldi. Ikkinchi odamga o'tdi. U ham 10 ta hadisni aytdi. Bunaqa hadisni bilmayman. Xullas 10 ta odam 100 ta hadisni aytdi. Birortasini men bilmayman bunaqa hadisni dedilar. Ana undan keyin birinchi odamga yuzlandilarda, siz aytgan hadis, birinchi hadisingiz falonchidan rivoyat qilingan, Rasululloh bunday deganlar deb o'zini aynan isnodi bilan aytib berdilar. Ikkinchi hadis mana bunday, 3-chi, 4-chi, 10-chi va qolganlarga ham yuzlanib 100 ta hadisni asli qanday bo'lsa, shunday qilib aytib berganlaridan keyin butun o'sha yerda turganlar tasanno aytishdi. Haqiqatan ham bu kishiga to'g'ri baho berilgan ekan. Bunday voqea Samarqandda ham bo'lgan. Tarixlarda, kitoblarda keladi. Samarqandga kelgan vaqtlarda Samarqand ahli ulamolaridan 400 kishi bu kishini imtihon qilgan ekanlar. 400 kishi, ular ham hadislarni endi isnodini shomlik roviylar, makkalik roviylar, iroqlik roviylarini sanadini boshqa hadisga qo'yib imtihon qilganda, u imtihondan ham juda ham a'lo darajada o'tganlari tarixlarda keladi. Ya'ni favqulodda bu kishidagi o'sha quvvai hofizani butun hamma e'tirof etgan o'z davrida. Endi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh albatta keyingi umrlarining oxirgi davrlarida imtihonlar bo'ldi, sinovlar bo'ldi. Sinov bo'ldiki, o'sha paytdagi turli tuman buzg'unchi oqimlarning g'oyalari tuhmatiga qoldilar. Ya'ni Qur'onni maxluq deydi Imom Buxoriy degan bir fitnaga qoldilar.
Bu fitnani kitoblarda yoziladiki, aslida Imom Buxoriyni shunchalik bir shuhrat topib ketganliklari, bu kishini eng birinchi darajaga chiqib ketganliklari ba'zi odamlarning g'ashiga tekkan edi. Hattoki o'zlarining ustozlari o'sha Naysoburiy, Az-Zuhali, mana shu kishi hattoki hasad qilib qoldilar deydi. Bir kuni Imom Buxoriy oxirgi marta Naysoburga borayotgan vaqtlarida aytildiki, Imom Buxoriy kelyapti, chiqib kutib olinglar dedilar. Shunda 3 farsax joyga chiqib, tarixda yoziladiki, hali bunaqa kutib olishlikni biror bir amir, biror bir ulamo bunaqa kutib olinmagan. Butun shahar xalqi chiqib, shahardan tashqaridan turib, u kishini juda ham katta bir hurmat, izzat bilan kutib olib kelishdi. Kelib Buxoriylar mahallasi bo'lar ekan. Shu Buxoriylar mahallasiga tushdilar. Odamlar u kishini uyiga to'ldi, tomlarigacha chiqib, bu kishidan hadis eshitdi. Ertasidan boshlab butun jamoat bu kishini atrofiga to'planib, o'sha joydagi boshqa ulamolarning halqasidagi odamlar ham Imom Buxoriyga o'tib ketdi. Mana bu narsa o'sha joydagi ulamolarga sal og'ir botdi. Shunda rivoyatda keladiki, o'sha Muhammad ibn Yahya Az-Zuhali degan o'sha Naysoburning eng katta ulamolaridan, juda e'tiborli kishilardan bo'lgan, bir paytda o'zida Imom Buxoriyning shayxlari bo'lgan. Bu kishi aytadilarki, Imom Buxoriydan mayli hadis eshitinglar, ammo u kishiga savol bermanglar. Savol berganda ham Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi deb savol bermanglar. Aslida bu savolni bermanglar deyishligidan maqsad savol beringlar demoqchi. Ya'ni odamlarda shunaqa bir o'zgina fikr paydo qilib qo'ymoqchi. Ana Imom Buxoriy hadis aytib turuvdilar, bir odam turdida bir savol bor. Qur'on maxluqmi yo maxluq emasmi? Shunda Imom Buxoriy turib Allohni kalomi men lafzimda talaf qilishligim, bu meni lafzim maxluq dedilar. Meni lafzim, ya'ni meni aytayotgan gapim, lekin Allohning kalomi maxluq emas. Buni endi har xil odamlar har xil tushundi. Shu yerda tushunmovchilik bo'ldi. Ba'zi birlar biladiki, Imom Buxoriy Qur'onni maxluq dedi degan talqin bo'ldi. Maqsad shu odamlarni bezdirish, uni e'tiqodi noto'g'ri ekan deydigan. Shu bilan bu kishini atroflarida fitna bo'ldi. Odamlar atroflardan tarqiy boshladi, keta boshladi. 5 yil o'sha yerda turdilar. Mana shu fitnalarning orasida turdilar. Lekin oxir oqibat, demak bu fitnalar oxirga yetmagandan keyin, tugamagandan keyin u joydan chiqib ketishga majbur bo'ldilar va vatanlari Buxoroga qaytdilar. Ammo bu fitna u kishini orqalaridan ham yetib bordi. Buxoroga borganlarida Buxoroning valisi Xolid Az-Zuhali Imom Buxoriyga odam jo'natib, marhamat qilib meni uyimga kelsangiz, meni uyimda meni farzandlarimga o'zingizni sahih kitobingizni, Tarixul Kabir kitob bizga farzandlarimizga o'rgatsangiz deganda Imom Buxoriydan javob bo'ladiki, yo'q, bu ilm uchun odamlar keladi, ilm ularning uyiga bormaydi dedilar. Bu gap valiga og'ir botdi. Ikkinchi marta odam yubordi. Unday bo'lsa, mayli o'sha majlisingizda meni farzandlarim uchun alohida bir majlis qiling. Ommadan tashqari deganda, yo'q, bu ilm ajratilmaydi. Mana shu hamma agar kerak bo'lsa, ommaning ichiga kirib hamma bilan barobar olinadi. Mana bu gaplar og'ir botgandan keyin, demak, shu yerdagi boshqa kishilarning qo'li bilan Imom Buxoriyni Buxoriyda qola olmaydigan darajada ularga nisbatan bir shunaqa bir ko'ngilsiz ishlar bo'ldi. Oxir oqibat Imom Buxoriy hazratlari Samarqandga chiqib ketdilar. U yerda Hartang degan joyda qarindoshlari bor edi. Ana shu qarindoshlarnikida bir muddat turdilar. Bir oycha vaqt bo'lganda o'sha yerga ham elchi keldiki, bu Samarqanddan ham chiqib ketar ekansiz. Shunda kechqurun o'tirib tahajjud namozini so'ngida duo qildilar. Ey Robbim, menga bu yer yuzi tor bo'lib qoldi. Meni o'zingni huzuringga olgin degan bir duoni eshitib qoldilar. O'sha yerda turganlar. Ertalab turib men ketaman dedilar, qo'limdan ushlab otga mindiringlar dedilar, ammo otga yetib bora olmadilar. O'sha yerda turib oyoqlaridan mador ketib, meni yerga qo'yinglar dedilar. O'sha vaqtning o'zida jon taslim qilib vafot etdilar. Bu 256-hijriy yil 1-Shavvol, ya'ni Ramazon hayiti tongida vafot etdilar va o'sha hayit kuni peshinda janozalari o'qildi.
melodiy hisob bilan 870-yil. Ya'ni melodiy hisobda 60 yosh, hijriy hisobda 62 yoshda bu Dorul Fanoni tark etdilar. Shunday rivoyat qilishadi, Imom Buxoriy dafn qilingan paytida o'sha qabridan shunaqa bir xushbo'y hid chiqdi. Hattoki bir necha kungacha o'sha qabrdan osmonga qarab nur chiqdi. Odamlar ko'rib buni hayratda qoldi. O'sha kelayotgan xushbo'ydan nasiba olish uchun odamlar kelib Imom Buxoriyni tuprog'idan olib keta boshlashdi. Tuprog'idan olib hattoki jasadga ham borib qolishganda o'sha jasad ochiqda qolmasin deb atrofini keyin yog'ochdan panjara qilib bekitib qabrni o'rab qo'yildi deyiladi. Lekin o'sha panjaradan keyin ham ko'p vaqtlargacha Imom Buxoriyning qabridan juda bir muattar hid kelib turgan deydilar. Imom Buxoriyga fitna qilgan o'sha paytdagi bu kishini vatanidan chiqishligiga sabab bo'lgan, shu ko'yga tushishlariga sabab bo'lgan ko'pchilik odam kelib qabrlarida tavba qildi deydi. Imom Buxoriydan uzr so'rab yig'lagan deydi. Mana Imom Buxoriyni hayotlari shunaqa bir ham sermazmun, ham ibratlik, ham ilm bilan o'tdiki, biror bir lahzani u kishi zoyi qilmadilar. Hatto rivoyat qilinadi, birodarlari bilan o'tirib nonushta qilgan vaqtida ham bu kishi ilm bilan mashg'ul bo'lar ekanlar. Ilm bilan mashg'ul bo'lar ekanlar. Ular bilan o'tirib bir suhbat qilib, ochiqcha gaplashishga vaqtlarini qizg'anar ekanlar. Shu darajada bu kishi demak har daqiqalarini g'animat bilib ilmga bag'ishlaganliklari uchun Alloh taolo bu kishiga umrlariga barakot berdi, ilmlariga barakot berdi. Mana hozir 1000 yillar o'tib hali hanuz u kishini nomlari eng yuksak minbarlardan zikr qilinadi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomni sahih hadislarini yetkazishlikka xizmat qildilar. Bir zot aytadilar, hozir ismlari yodimizga kelmadi. Tush ko'rdim deydilar. Tushimda Payg'ambar alayhisolatu vassalomni ko'ribman. Atroflarida bir qancha sahobalar bilan turibdilar. "Ya Rasululloh, nima qilib turibsiz?" desam aytdilarki, "Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy kelyapti, men shuni kutyapman" dedilar. Keyin Imom Buxoriyning vafot etganlari xabari kelib qoldi. O'ylab qarasam, o'sha vafot etgan kunlari men tush ko'rgan kunga to'g'ri kelyapti. Ya'ni Payg'ambar alayhisolatu vassalom u kishini o'sha vafot kechalari kutib olganliklarini tushlarida ko'rganlikni zikr qilyapti. Mana shunchalik darajada bu kishi avliyo, Alloh taoloning valisi bo'lgan zot edilar. Alloh taolo u kishini o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Alloh taolo u kishini qoldirgan ilmlari, meroslarini o'zlariga sadaqai joriya qilgan bo'lsin. Albatta bunday zotlarni bizni yurtimizdan chiqishliklari biz uchun katta bir faxr. Mana hozirgi kunda Imom Buxoriyning yana ham nomlarini abadiylashtirish maqsadida ko'p ishlar qilinyapti. U kishini o'sha marqadlari, ziyoratgohlari, yonida masjidlar juda ham kengaytirib, juda ham bir muhtasham holatga keltirilyapti. Imom Buxoriyni innovatsion muzeylari tashkil qilinyapti. Ya'ni u kishini sha'nlariga, shuhratlariga munosib tarzda xotiralariga bag'ishlab juda katta ish qilinyapti. Albatta bu zot mana shunga loyiq, munosib. O'z navbatida buni butun xalqimizga, balki butun dunyoga yana demak nomlarini tanitish, bildirish uchun qilinayotgan bu sa'y harakatlarni ham Alloh taolo o'z dargohida qabul aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.